ertalab ham bo'libdi-ku. Soat ham 8:30 bo'libdi. Endi merdan gap eshitishimiz aniq. Endi ketmonni olib, sabzi va kartoshkalarni o'rib olishim kerak. Albatta, bugun merga topshiradigan kunim-ku. Sabzilarni ham olib olamiz, bo'lmasa bo'lmaydi-da endi. Qani bu yerdan eshikni yopib olamiz-da, o'zlarimizning har kungi ishimizni qilamiz. Bu yerni birov sakirab yanchib ketibdi. Kim bo'lsa ham o'zidan ko'radi endi. Endi bu yerdagi pishganlarni olib olamiz. Bu pishmabdi. Mayli, hech nima qilmaydi. Endi albatta biza ekib olishimiz kerak qaytarib. Bo'lmasa bular ertaga yoki uni ertaga o'smaydi. O'smasa merdan pul ola olmaymiz oyligimizni. Sizlar bilan Krezor salomlashmabman ham, har doimgidek sizlar bilan Krezor. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Men esa kartoshkalarni ekishni va yana qayta ekishni davom etaman. Qani bu yerdagi ham kartoshkalarni olib olamizda, albatta yo'lga chiqamiz. Endi esa eksak bo'ldi. Keyin esa merga topshiramiz. Tekshiramiz devordim. Topshiramiz. Keyin biza bu yerdan yo'q. Bo'lmaydigan xayolimga kelib qoladi. Mer bormikan uyda? Shaharga ketgandi, kelgan bo'lsa kerak. Mer bormi? Merni o'g'li nima gap qo'lingga navo'ya? Nera olib keldim, katta qo'y. Ashitga sandiqcha qo'yur. Sanda bitta ishim bor edi. Albatta shu ishni qilsang yaxshi bo'lardi. 30 ta tosh terib kelishim kerak. Borib kelaman, 30 ta, 20-30 ta olib kelaman, bo'ladimi? Xo'p, mayli. Bu yerda narsalarni qo'yib qo'ydim. Mer ketsa pulimni berar. Bo'ladi. Bu yer meni o'zimda ketga bor. Bo'ldi, qilaman hozir. Qo'yib olaydi. Shuncha pulim bor, bratchika, menni boyligini ko'rdinglarmi? Vobshe ko'p. Menda ham shunaqa boylik bo'lganda edi. Boyib ketgan bo'lardim. Endi nima ham derdik? Jitel qalasan. Jitellar ham gapirmaydi. Shu qishloqning eng oxiridan qazib kelsak bo'ladi, 20-30 ta tosh. Bo'lmasa qayerdan topamizda toshni? Mashinani ko'rsak gap eshitamiz. Bu yerga militsiyalar keladi, tekshirishadi. Albatta shuni maqsadida, albatta shu eng chekkaga borib tosh qazishimiz kerak. Bo'lmasa militsiyaga berib yuborishadi bizani. Voy. Yiqilib tushishimga sol qoldi. Shu yerdan qazasak ham bo'laveradi. Daraxtdagi ekan. Bu yerda 20-30 ta taxta tosh olsam bo'ldi. Tosh nimaga kerak ekan endi? Balkim ba'zim o'tkazmoqchidir menni bolasi menni kelishiga. Balkim bo'lishi mumkin. Albatta bu yerdan 30 yoki 40 yoki 20-30 ta toshni olib olamiz. Bu yerda ko'mir ham chiqishi allamadim. Ko'mir ham chiqdi, ko'rdinglarmi? Ma'lum desam mushi chiqyapti-da. Ko'mirlar meni jonim ketganda. Ko'mir kerak edi menga o'zi. Hozir bu yerdagi ko'mirlarni ham olib olamiz. 22 ta toshimiz bo'pti. Yana 3 ta tosh olsak, ana eng zo'r bo'lgan bo'ladi. Endi bu yerdagi asta-sekin ko'mirlarni olib olamiz. Bitta ham qolmasligi kerak. Bitta tosh yetmabdi. Ana endi 30 ta yig'dik, shu yetadi. Nima bu? Nima bu? Konteynermi? Yo-mayo, what the fuck? Yo-mayo, ana shu yoqdan kemalar tashab ketganmikan? Yoki qishloqdagi bitta odam qurganmikan bu konteynerni? Nima qilgan ekan? Qani ochib ko'raylikchi. Kimlar turibmi? Bu konteyner kimlar turibdi? Yo-mayo. Bu tepasini ochib olsak, keyin kirishimiz mumkin. Mana bu kiyimlarni qaranglar, yo-mayo. 15 ta kiyim bor bu yerda.
Masalan, men matematikani tushunishim uchun 15 ta bor. Bu yerda verstak, yo-moyo. Nima bu jigarlar, nima bo'lyapti? Olib olamiz. Biza topdikmi endi, bu bizaniki. 3 stak nima edi? Almaz blok. 3 stak izimrod. Berdan ham olib ketdik-ki. Buni hech kimga aytmayman. Yo-mayo. Nima bu jigarlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta 17 18 shu bilan 19 va 20 stak pul bor ekan bu yerda. 21 stak pul bor ekan. Nima deysizlar endi bunga? Qishloqning eng boy insoni menman endi. Bu yerga narsalarni tashlab olamizda, uyga yo'l olamiz. Toshni qazmasdan shu yerga kirishim kerak edi. Topib olishim kerak edi. 99 plus albatta jiyanlar. Shu yerdan chiqosak-da, qani ketdik endi, biza boymiz. Meni ishiga ham pul ko'pman endi. Endi baribir xafa bo'lmaslik uchun tashab ketaman shularni. Bo'lmasa bo'lmaydi-da. Mening mashhur vakim gapim bo'lmasa bo'lmaydi-da. Endi bularni merga beramiz-da, bular pullarni yashirib qo'yamiz. Bo'lmasa biza sandiqda qo'ysak o'g'irlab ketishadi. Meni seyfim bor, albatta. Bu seyf lekin sandiq bo'lsa ham hech kim bilmaydigan sirli joy. Faqat buni shu uyda yashaganlar biladi. Albatta shu uylardan 1000 tani sotib olsam bo'ladi bu pulga. Nima gap uka? Mashqqa tashana mashin vajlaringni, nartalaringni 30 ta tosh bo'ladi, senga yetadi. Vapshi gapirma menga endi. Tushundingmi? 30 ta toshni qo'ydim, vapshi gapirmay. O'yin qilasan meni, men sendan ham moyman, ketay. Davaydi endi pullarni yashirishimiz kerak. Buni hech kim bilmasligi kerak bu yerdan topganimizni. Mana shu qishloqini uydan 1000 tani sotib olsam bo'ladi-yu. Endi hamma yerni ilib olishimiz kerak. Eshikni baklab olamiz. Eshikni yopgandan keyin mana shu yerdan sandiq bor, albatta. Buni faqat youtuberlar biladi-da. Shu uyda yashab ko'rgan youtuberlar biladi. Mana ko'rdinglarmi, sandiq bor. Bu yerdagi sandiqqa esa hamma pulimizni solib olamiz. Albatta ko'rdinglarmi, endi men qishloqning eng boyiman. Endi bular sig'sa kerak, bo'lmasa o'zimga 1 stak pul, 2 stak pul, 3 stak pul, 4 stak pul sig'maganini olib olaman. Sig'sa kerak, endi bilmadim, hozir ko'ramiz. Bu yerda 22 mi, 21 tami stak pul bor edi. 1 stakini o'zimga olsam. Yo'q, hammasi turaversin. Sandiqimda pul yo'q edi, olib olishim kerak. Sandiqni bosyapman, hayajonlanib ketyapman-da, ololmayapman. Shu pullarni ko'rganda men hayajonlanib ketaman-da. Shu yerga endi verstakka kirib ketdim endi. Mana hozir shu yerga qo'yib olamiz va bo'ldi. Endi o'tiramiz. Endi video ko'rib davom etamiz.